Serik ömükedeki yoğan pullarını körüp bakkanmısınız? Ularning eg'irligi necha tonna keladi. Bir qitim putini ko'tarib dassa, mashinani yerga choplab yetalaydi. Ammo shu yo'g'on maxluqni nima bog'lab turdi bilamsiz? Cho'ng zanjirmi yoki yo'g'on qafasmi? Yo'q. Ular orolli bir kichikkina yog'och qo'ziqqa bog'langan. Oddiy bir inchika og'amchi tutib turadi. U pil xolisa shu og'amchini bir silkibli uzib yetalaydi. Ammo u uzmaydi. Qichibmi ketmaydi. Nimishqa? Chunki u kichik vaqtida texi kuchi yo'q chaqda shu og'amchiga bog'langan edi. U chaqda ming tirishmi uzanmagan. Shuning bilan uning mangisiga bir kod yozildi. Men buni uzanmayman. Men ojiz, men mahkum. Hozir u yo'g'on pulga aylandi. Kuchi oshdi, ammo kallasidagi shu ojizlik e'tiqodi texicha o'zgarmadi. Bugungi kunda bizning millatning, bo'libmi biz yoshlarning ahvoli dal yuqoridagi pilga o'xshaydi. Bizda aql bor, bizda iymon bor, bizda son bor. Bizda dunyodagi har qaysi davlatlarda yashash, o'rganish imkoniyati bor. Ammo biz nimishqa harakat qila olmaymiz? Nimishqa birlasholmaymiz? Nimishqa dunyoga ovozimizni titrab turib orolga chiqaramiz? Chunki bizning putimizda emas, mangimizda zanjir bor. Bizning qo'limizdan nimish keladi? Dushman bek kuchlik, biz ojiz, ajab cho'ng ishlarni qilib bo'lolmadik degan shu koni programma bizni har doim bog'lab turadi. Bugun mana biz shu zanjirni uzib tashlaymiz. Bizni butun zanjirlardan qutuldirdigini tavhid, ya'ni haqiqiy hurlik. Assalomu alaykum mening izbosar qarindishim. Hurlik degan nima? Zamonaviy dunyo bizga xohlaganni yeyish, xohlaganni kiyish, xohlaganni yega berib sayohat qilish hurlik deb o'rgatdi. Amaliyotda rostli shundaqmi? Agar siz atigan soat 8 da ish qilib berish uchun yoqtirmaydigan bir xo'jayinning oldida bosh egishga majbur bo'lsangiz, agar rizqim kesilib qolarmi deb qo'rqib haq gapni qilishga petinolmasangiz, agar vatan uchun bir ish qilsam meni yoki urug' tuqqanlarimni bir nima qilib qo'yarmi deb zolimdan titrab turgan bo'lsangiz, siz rostli hurmi? Yo'q. Siz faqat texmi cho'ng, texmi rohat bir turmadagi mahbussiz. Bizning bugungi eng cho'ng masalamiz biz Rabbimiz Alloh deb qo'yib, amaliyotda nurg'unlagan saxta ilohlarga cho'qinib olamiz. Qur'on buni tag'ut deb ataydi. Birinchi rizq qo'rqinchisi. Pulim tugab ketsa qanday qilaman deb Allohning va'dasidan gumonlanish. Ikkinchi mansab va inovat. Kishilar meni nima deb qolar deb xalqning fikrini Xudodan ustun bilish. Uchinchi kuchdan qo'rqish. Ya'ni zolim kuchlarni yengilmas deb qarab ruhiy jihatdan tiz bukish. Mana bular bizning putimizdagi ko'rinmas zanjirlar. Bir odam mushu qo'rqinchlarning quli bo'lib turib, qandaqmi o'z davlatini qurib chiqa oladi? Davlatni amaliyotda kimlar quradi? Davlatni hech kimdan qo'rqmaydigan, hech nimaga talpinmaydigan, faqat birdan bir g'oya uchun jinini olqini olgan hur ayollar qurib chiqadi. Shunga davlat qurishdan burun avval o'zimizni ishki qulluqdan ozod qilishimiz kerak. Tarixga qaytib boqayli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada tunji da'vatni nimadan boshladi? Namoz o'qinglar demadi. Ro'z tutinglar demadi. Aroq ichmanglarmi demadi. U faqat birli jumla so'zni ep keldi. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Nimishqa Makka mushriklari bu bir eg'iz so'zdan shunchalik qo'rqdi? Nimishqa butun kuchi bilan buningga qarshi turdi? Chunki ular ahmoq emasdi. Ular bu so'zning ma'nosining nalaga boradiganligini cho'nqur tushungandi. Ular biladiki, agar kishilar bu so'zni qabul qilsa, demak ular endi bizdan hech qo'rqmaydi. Bizning butlarimizga, bizning siyosiy tuzumimizga, bizning boyliklarimizga bosh egmaydi. Ular faqat Allohga bosh egadi. Demak, bizning hokimiyatimiz oxirlashadi. Shundaq do'stim. La ilaha illalloh faqat bir zikr emas. U insoniyat tarixidagi eng cho'ng siyosiy mustaqillik xitobnomasi. U deganlik, men sendan qo'rqmayman. Men sening pulingga muhtoj emas. Men sening qilichingdan titirmayman. Chunki mening xo'jayinim sen emas. Mening xo'jayinim arshning Rabbi bo'lgan Allohdir deganlikni bildiradi. Mana bu so'zni qalbiga o'rnatgan odamni hech kim yengolmaydi. Misol kerakmi? Fir'avnning sergarlarini o'ylang. Texi addigan tarafda ular Fir'avnga bizga pul beramsa, mansab beramsa deb yolvorayotgan odatdagi bir qullar edi. Ammo tushdan keyin ular tavhidni qabul qilgandan keyin nima bo'ldi?
Firavun ularga qo'l putinglarni kesiman, o'ltiraman deb tahdid soldi. 1 soat burun Firavunning oyog'iga yolurib yiqilgan bu odamlar endi Firavunning ko'ziga tikilib turib, xolig'ingni qil. Biz Rabbimizga qaytamiz, sening hukming faqat shu dunyoda o'tadi dedi. 1 soat. Faqat 1 soat ichida qulluqdan qahramonlikqa qandoq o'tadi? Mana bu tavhidning qudrati. Qo'rqinishning yiltizini quritish kuchi. Endi qani o'zimizga qaytaylik. Biz bugun nimadan qo'rqyapmiz? Davlat qurish uchun harakat qilishdan zodi bizni nima to'sib qo'yayotdi? Balkim siz rizqim kesilib qoladi deyotgansiz. Bu yerda siz bir yushurun butni ko'tarib yuryapsiz. Sizningcha rizqni xo'jayiningiz beramdi yoki sizga ta'minlab berayotganlarmi? Yoki davlat beramdi yoki Alloh? Yoki balkim o'lib ketishim mumkin, oilamga ziyon yetib qolishi mumkin deyotgansiz. Bu yerdagi but hayot va o'lim. Alloh Qur'onda deydi: "O'lim sizlarga qayerda bo'linglar, hatto mustahkam qal'alarning ichiga yushirinib olinglar, sizlarga yetib keladi." Ajal Allohning qo'lida, zolimning qo'lida emas. Buni tushungan kuni siz haqiqiy hur bo'lasiz. Mushu yerga kelganda bugun ko'pinchimiz duch kelayotgan, yoshlarni oqisiga dojitayotgan bir masala haqida ozroq suhbatlashib o'taylik. Samimiy qalbingiz bilan anglashingizni umid qilaman. Hurmatli qarindishim, bilaman siz bir ishni qilmoqchi, bir qadam olmoqchi, millat va sizni yaratgan Rabbingiz uchun bir nishonga qarab mangmoqchi bo'lyapsiz. Ammo har qitim kamera oldiga kelsangiz yoki bir xizmatga niyat qilsangiz, ko'z oldingizga kim keladi? Jiroqdagi ashu oqchashliq onamiz va muhchaygan otingizning siması keladi. Yuragingizda bir ovoz pichirlaydi. To'xta, agar sen harakat qilsang, badalni ular to'laydi. Shuning uchun sukut qil, jim tur, shunda qilsang ularni saqlab qola olaysan. Bu ovoz sizga nihoyatda oqillarcha va nihoyatda mehribon, vafodor tuyuladi. Shundaqmi? Shundaq deyman. Lekin keling azizim, sizning bu o'ylaringizda shayton sizga chiroyli ko'rsatayotgan bir cho'ng e'tiqod xatoligi va sog'lom tavhid tushunchasiga zidlik yushiringan. Birinchidan, qo'g'dug'ich siz emas, u Alloh. Siz ota-onangizni men qo'g'dayapman yoki mening hozirgi mushu holatda sukut qilib turishim ularni saqlayotdi deb o'ylaysiz. Bu o'zingizmi tuymasdan taqdirning tizginini o'z qo'lingizga evaganlik yoki zolimning qo'liga ip tutqizib qo'yganlik. Tarixga qarang. Firavunning o'rdasida yashagan Osiyo onamizni Firavun qo'g'day oldimi? Yo'q. O'tning ichiga tashlangan Ibrohim alayhisalomni o't ko'ydira oldimi? Yo'q. Nimishqa? Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga dunyoning eng buyuk taqdir formulasini qoldirib ketgan. Rasululloh shunday deydi: "Bilib qo'yginki, agar butun dunyodagi insonlar sana yoki sening yaqinlaringga biroz ziyon yetkazish uchun bir yerga jam bo'lsa-mu, Alloh sana taqdir qilgandan boshqa hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Qalamlar ko'tarildi, sahifalar qurib bo'ldi." Bu hadis sizga nima deyotdi? Bu hadis sizga shuni hayvat bilan jakarlayotdiki, sizning ota-onangizning taqdiri zolimning qo'lida emas. Sizning qilgan atganlaringizda emas. Balki 7 qat osmonning egisi bo'lgan Allohning qo'lida. Ikkinchidan, sukut bexatarlik deganlik emas. Atrofingizga bir qarang. Bugungi kunda hech nima qilmagan, hatto umr bo'yi beshini ichiga tiqib, kulangisidan qo'rqib yashagan minglagan kishilarning ota-onalari zulmga uchirmadimi? Agar jim turish qutulish bo'lsa edi, qabristonliklar, lagerlar, turmalar jim turganlar bilan to'lmas edi. Qarindishim, zolimning zulmi sizning harakatingizga munosabatli emas, balki u zolimning asli tabiatiga munosabatli. Ammo ota-onangizning himoyasi sizning Allohga bo'lgan tavakkulingizga munosabatli. Siz to'g'ri deb bilgan, millat va din uchun zarur bo'lgan bir ilmni o'rgansangiz, bir muvaffaqiyat yaratsangiz yoki bir haqiqatni o'ttirga qo'ysangiz, bu ota-onangizga xatar ib kelganlik emas. Aksicha, siz bu orqali Allohning roziligini qo'lga keltirasiz. Alloh o'zi rozi bo'lgan bandasining yaqinlarini zoyi qilib yetamdi. Uchinchidan, Musa alayhisalomning onasini tasavvur qiling. Firavun buvoqlarni o'ltirayotgan shu dahshatli bir zamonni o'ylang. Allah u onaga balangni quchog'ingda tutib tur demadi. Balki uni daryoga ot, ya'ni xatarning ichiga tashla deb vahiy qildi. Oddiy logika bizning oddiy u balalar kallamiz bilan o'ylasak, balani daryoga tashlash, uni o'limga tashlash edi. Ammo iymon nuqtasidan qaraganda bu nima deganlik?
Ey Allah, men bu jigar paramni o'zimning ojiz qo'lidan sening qudratlik va rahimli qo'lingga topshirdim deganlikdi. Natija nima bo'ldi? Allah u balani qaytarib berdimi yo'q? Hatto dushmanning o'rdisida, dushmanning qo'lida baqtirdimi yo'q? Bugun sizmi shunday qiling? Ota-onangizni mening sukutim saqlaydi degan kichik sherikdan qutulib, ularni Alloh saqlaydi degan cho'ng tavhidga qayting. Qalbingizdagi andishini duoga aylantiring. Ey Rabbim, ben sening yo'lingda millatim uchun bir qadam oldim. Men ojiz, ularni qo'g'dayolmayman, lekin sen al-hafiz, muhofizatchi. Men eng qimmatli kishilarimni sening omonatingga topshirdim. Oxirida shuni qaytib qo'yay. Qalamlar qurib bo'ldi, endi qo'rqmang. Ota-onangizga yetadigan bir ziyon, sinoq taqdirda bo'lsa, siz uyda yotqanga beshingizni purkib olsangizmi, dushmaningizdan tapinini yalab, putini ulab qo'ysangizmi yetadi. Agar Alloh ularga omonlik yozgan bo'lsa, siz dunyoning markazida haqiqatni jakarlasangizmi, o't ularni kuydiranmaydi. Shunga qo'rqinchni emas, tavakkulni tanlang. Siz o'zingizga ishonsanmi? Sizning millat uchun, din uchun bosgan har bir qadamingiz ota-onangiz uchun cho'ng sadiqa va duo bo'ladi. Allohga ishining, u hargizmi o'ziga tavakkul qilganlarni yerga qaratib qo'ymaydi. Mening aziz izbosar qayrindishim, biz Ramazonda osh qilish orqali nimani isbotlaymiz? Men nong'imi, suvg'imi, havaskimi, dushmangimi qul emas. Men bulardan voz kechalayman. Men faqat Allohning buyrug'iga qulman deymiz. Mana dal mushu ruh davlat quradigan ruh. Davlatni ochliqdan qo'rqmaydigan, rahatdan voz kechalaydigan, hatto ota-onasini bu yo'lga pido qila oladigan, Alloh borkan, men yolg'iz emas deydigan jasoratli yuraklar quradi. Sizning yurakingizda mana mushu ishish bormi? Bugungi darsimizning xulosasi shu. Bizning eng cho'ng dushmanimiz sirtdagi zolimlar emas. Bizning eng cho'ng dushmanimiz ichimizdagi qo'rqinch va Allohdan boshqaga tayinib bilish kesilimiz. Bu Ramazonda keling, ashu pilning putidagi og'amchini uzib tashlaylik. Men ojiz degan so'zni lug'atingizdan o'chirib eting. Chunki sizning orqangizda butkul koinotning podshohi bor. Bugungi 3-topshiriq. Bir qog'ozga mundaq deb yozing. Meni davlat uchun, millat uchun, dinim uchun bir ish qilishdan to'sayotgan eng cho'ng qo'rqinchim nima? Pulmi, vurulliqmi, qo'rqishmi, tahdidmi? Samimiy bo'ling. Qo'rqmay yozing. Ondan shu xatlarning udulig'i cho'ng qilib, Alloh mana bularning hammasidan buyuk deb yozing. Va oshxonaga kirib, o'choqning o'tida shu qog'ozni ko'ydirib eting yoki yirtib eting. Bu sizning ruhiy mustaqillik jakarlashingiz bo'lsin. Endi biz hur irodangiz bilan ata, ya'ni 4-qismda kimlik va muhojirat temasida suhbatlashamiz. Atidagi suhbatni taqozolik bilan kuting. Balkim yangidan tug'ilishingiz mumkin. Allohga omonat.